Bana her soru taşadım bana tarayın. Bana hiç joyum uğramayacak yoğun taşı oralarda. Uğramagan joyum komadı. 20 yıldan beri azap çekerdim. Ya 3. madde geldim, juda yaxshi man. Ayollarim o'z holiga keldi. Yaxshi yurib turibman. Piyonimda yiqilib qolardim. Ассаламу алейкум, уважаемые зрители нашего канала Хайвли Хаватап. Сейчас мы находимся в санатории Хайвли Хаватап. Санаторий находится в одном из прекраснейших мест Джизакской области, в Янгиабадском районе. Вот поступили вопросы от наших зрителей, и мы постараемся подробно ответить на все интересующие вас вопросы. Вопрос, что особенно в этом месте? Санаторий Хайвли Хаватап находится в предгорьях Туркестанского хребта, примерно 800 метров над уровнем моря. Здесь мягкий субтропический климат, температура вот сейчас на данный момент около 24 градусов, и ветер примерно 6-7 метров в секунду. Вот даже по мне можно заметить, что погода действительно прохладная, дует ветерочек, вот как раз птички поют. И очень тихое, спокойное место. Почему именно здесь появился санаторий? Природные условия, чистый воздух. И то, что вода появилась именно здесь, наверное, это дар с небес. Когда ученые в 70-х годах прошлого столетия начали анализировать воду, оказалось, что она имеет уникальные свойства. И было решено создать санаторий именно здесь. Сочетание минеральной воды, лечебной, плюс наш воздух создали условия для санатория всесоюзного масштаба. Еще вопрос. Что получает человек, приезжая сюда? Человек, приезжая сюда, получает комфортный отдых. Внимание персонала. Наш персонал говорит на русском, узбекском и таджикском, так что добро пожаловать, граждане любых стран. В принципе, если будут, как говорится, граждане Европы, у нас переводчики тоже имеются, так что это вообще не составляет труда. Максим Аке, то есть это место не только для лечения? Да, конечно. Многие приезжают сюда просто отдохнуть от городской суеты, набраться сил и провести время на природе. Я вам покажу нашу природу, и вы сами убедитесь в этом. Главное достояние нашего санатория – это наша вода. Она формировалась в недрах земли в течение миллионов лет. И как дар с небес, она начала выходить именно в этом регионе. Как вы видите, у нас есть специальные тренажерные площадки, где каждый посетитель может выбрать оптимальное для себя и заняться тем видом спорта, который ему близко по душе и который позволяет ему здоровье. Смотрите, какая красота. Тут действительно отдыхает не только тело, но и душа. Приглашаю вас посетить наш санаторий и насладиться нашими красотами. Максим aka, bu sanatoriy vashi katta-ku, nechta odam oladi oyiga? В месяц у нас вообще коек 60 до 200 человек в месяц мы можем принимать. Mashallah. Katta sanatoriy ekan. У нас отдыхает. Пойдем спросим. Fontanlar qilib qo'yibsizlar. Baraka topinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Maza qalay? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Qalay dam olyapsiz? Rahmat, Xudoga shukr. Yaxshimi? Juda yaxshi dam olyapman. O'rdan aka, mana hozir video olyapmiz. Mehmonlar uchun, haligi chet eldagi mehmonlarimiz uchun. O'shanga qanaqa holatda keluvdingiz? Qanchadan beri bu yoqda vaqt dam olyapsiz? O'shalarni aytib bersangiz.
nima bezovta qiluvdi? Bana hiç joyim o'g'rimaydi, oyog'im tashlaveradi. O'g'rimagan joyim qolmadi. Samarqandning robotiga bordim, Nagornoga bordim, bir 10 martalab shunga dam olaman. Andijonda xonobodlarga borib dam oldim. Hech joydan shifo topmadim. Mana shuga yanvar oyidan burun 3 marta kelishim. Shu yerda o'tganlarga ming rahmat. Otasiga ham, onalariga ham, prezidentimizga ham rahmat. Shunday joyda ishga tushirib berganlari uchun. Mana 3-chi marta keldim, juda yaxshiman. Oyoqlarim o'z holiga keldi. Yaxshi yurib turibman. 20 yildan beri azob chekardim. 350 kilometrga borardim. Robotga. Mana hozir bu yerda 25 kilometr emas. Xudo xolasa avgust oyida yana kelaman. Xudo xolasa. Xayrilla akamga ham rahmat. Mana shunday sanatoriyani ochganingiz uchun. Sizga ham rahmat Misha aka. Odamlarni davolaganlaringiz uchun. Effekt bo'ldimi lecheniyadan? Ha? Lecheniyadan effekt bo'ldimi? Ye, bo'lmasa-chi mana yurib turibman-ku, Xudoga shukr. Yana yig'ib ko'rsataylik. Juda yaxshiman. Mana to'xtab turing. To'xtang, olaman, Yo'q. olaman. Mana har so'ni tashladim, mana qarang. Yurib turibman. Xudoga ming qildi. Teganimda yiqilib qolardim. Ikkinchi marta keldim, Xudo xohlasa mana yaxshiman. Avgust oyida yana kelaman, Xudo xohlasa. Nuriddin aka, men bir narsani sezdimda, kelganingizda har 10 daqiqa, 13 daqiqa oyog'ingiz orqaga ketib qolardi. Ana shunday. Mana shu yo'lda men sizni kutib oldim o'zim. Ha. Soat kirganimizcha ham Shunday. aka bir 3 marta orqaga ketib qoldingiz. Men hayron bo'ldim bu akaga nima bo'ldi ekan deb. Mana aka bugun 5-kun, 9-kun. Ha. 9-kun inshaalloh mana Ha. o'zi aka turishlaring 5 kundan keyin ko'rinishingiz aka, ko'rinishingiz ancha boshqacha. Juda yaxshiman. Aka rahmat, shuncha mana Umrlaringiz olsin. joydan shifo topgan bo'lsangiz, biz Doim to'g'rimizda shuncha yaxshi Qani sihatgohlaring gullay yashnaversin. Men Xudo xolasa va'da beraman. Anavi avgust 20larida kelaman, Xudo xolasa yana. inshaalloh. Xudo xolasa. Ming rahmat prezidentimizga ham, shu Xayrilla akamga ham, Misha akamga ham. Agar sizlarni ham O'shanga ijodlar qo'llari gul. inshaalloh ko'payaversa, bu yoq ham gullab boraveradi. Amin. Xalqimizning xizmatidamiz. Nimasiga qiziqyapman men? Mana shu prezidentimiz mana shu yo'llarni ochib berganlari uchun mana qo'shni respublikalardan kelyapti, Qozog'istondan kelyapti, Tojikistondan kelyapti. Ordu keldimiz yaxshi bo'ldi. Ming rahmat inshaalloh. Ozgina bo'lsa ham hissamizni qo'shyapti. Rahmat. Boshlaring og'rimas, umrlaringiz olsin. Zamonamiz tinch bo'lsin. Inshaalloh. Rahmat. Shundan Meshaka yasang. Sog' bo'ling. Allohim umringiz uzoq bo'lsin. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Betovlarni davolab bizdan chiqarib yuboradi. У нас что получает пациент при поступлении? Получает трехразовое питание. У нас нету дополнительных или скрытых платежей. Вы платите один раз и все. Больше никакой оплаты, никаких дополнительных услуг, никаких скрытых платежей, ничего у нас нету. Трехразовое питание, все физиопроцедуры. Все это включено. Максим aka, это наша скважина, правильно? Хайерли Ховатох. И говорят, что это скважина 1336 метров глубиной. Более 1300 метров вода поступает, она изначально в месте выхода имеет около 60 градусов, она реально горячая. И она рекомендуется как для приема внутрь, так и для наружного применения. При гастритах, повышенных особенно, она очень полезна, так как снижает кислотность желудка до нормальных значений. При сахарном диабете она помогает снизить сахар. Максим aka, mana mijozlar keldi. Nimadan o'tadi mijozlar? Вот они пришли сюда. Вот часто Они поступают сразу в руки нашей главной медсестры. narxnomalaringiz bor ekan, 5 kunlik, 7 kunlik, 10 kunlik va 15 kunlik. Ya'ni tushunishim bo'yicha qancha ko'p odam kun olsa, shuncha arzonga tushar ekan. Mana kuniga 5 kungacha olsa 350 ming so'mdan tushar ekan kuniga, to'g'rimi? To'liq 20 ga yaqin lecheniyalarimiz bor dedilaringiz. 3 mahal oziq-ovqat, yotoqxona, lyuks xonalar, yotoq joylar. Hammasi narxnomaning ichiga kiradi, to'g'rimi? to'lovi yo'q. To'lovlari yo'q, bo'ldi. Shuni to'lansa bo'ldi, to'g'rimi? Ota-onamni olib kelsam, shu narxni to'lasam, yotsa bo'ladi. Ha.
Gap so'zsiz. Hurmatli mijozlar, mana yana xonalarni so'rashganda, qanaqa ko'rinishi. Mana bu 2 kishilik xonalarimiz Pololux deyiladi. 2 kishilik nomer bo'ladi. Kirganingizda chap qo'lda joylashgan yotoq joylar, mana televizori, Wi-Fi tekin, Wi-Fi ham bor, 5G ham bor, 4G lar ham bor. Shkafi bo'ladi. Stullari bo'ladi. Bularni bizda sanuzilimiz, mana sanuzillari ham bor ichida. Bu yoqda mana balkoni bor. Bu sizlarga hozir 2 kishilik xonani ko'rsatyapmiz. Bu 3-qavatda joylashgan xonamiz. Bu bizning 3 kishilik xonamiz. 3 kishilik xonamiz. Bu yoqda bitta kravati bo'ladi. Bu yoqda ikkita kravat bo'ladi. Bularni birlashtirsa ham bo'ladi, общий, двухспальный qilib. Bu ham xuddi shunaqa bazaviy paket. Bu yoqda sanuzillari, har bitta xonalarimizda o'zini sanuzillari bor. Suvimiz 1336 metr chuqurlikdan chiqib, 48 gradus issiqlikda 14 xil minerallarga boy. Inson tanasidan 10 dan ortiq kasalliklar shu suv orqali davolanadi. Misol uchun, yurak-qon tomiri, oshqozon ichak yo'llari, qandli diabet, qon bosimi, bo'g'in og'riqlari, suyak harakat tayanchlari, asab kasalliklari, ginekologik va urologik kasalliklar hamda teri tanosil kasalliklari shu suv orqali davolanadi. Faqatgina suv bilan emas, 20 dan ortiq fizlicheniyalar, quyidagi kasalliklarni davolash uchun kerakli muolajalar hammasi yetarli. Misol uchun, parafin, balchiq, tokli muolajalar, massaj, fitobochka, kemskiy sauna, sirkulyarniy dush, mineral tuzli g'orlar shular xizmat doirasida bo'ladi. Mazmunga keladigan bo'lsak, Jizzax viloyati Yangiobod tumanida joylashgan. Bugun Havotog' sanatoriyasida ajoyib kundir. Bugun Havotog'da durdona, Havotog' insonlarini maqtar zamona. Dovrug'ini taratamiz butun dunyoga. Xayr, Havotog' sanatoriyasi quchog'im ochdi damochilarga birgalikda. Xayr, Havotog' sanatoriyasi zo'r deymiz. Birgalikda. Xayr, Havotog' sanatoriyasi eng zo'r sanatoriya. Barchalarni kutib qolamiz kelishlarini.